Nexus 2 avtomobiliga, ya'ni o'zimiz go'shtga ajoyib qulaylik qildik. Bu bagajni ochishlik uchun o'ziga knopka qo'yildi. Qulf holatda ishlamaydi. Ochganimizdan keyin ishlaydi. Bu knopkani uстановка qilib olib, istoriyaga video olayotgandim. Nexus 2 ni egasi ish qo'zib oldi. Meni mashinamga ham qo'yib bering dedi. Istoriya qo'yilmasdan oldin o'sha ikkinchisi qo'yilish boshlandi. Mana ikkinchisiga ham knopkani chiroyli o'rnatib qo'yganmiz. Xo'p, narxi 200 ming so'mga uстановка qilib beramiz. Sababi bu ko'chatirimiz Malibu'nikiligi sababidan original hisoblanadi. O'zi knopkani o'zi $10. Shuni hisobiga 200 ming so'mga chiroyli uстановка qilib beramiz. Hozir bu Nexus 2 kimizga ham uстановка bo'lyapti. Eshikni ochib, kelib, bosib, osongina ichkaridan emas, bagajni o'zidan. Bu Nexus 2 Lacetti Gentra'larga juda ham chiroyli o'rnashadi. Ham osonlik bilan bagajni ochib olishlar mumkin.